sizni top 3% professional treyderlar safiga olib chiqadigan birgina oddiy usulni o'rgataman. Videoni saqlab oling va qayta ko'ring. Avvalo Trading View ilovasini ochib olamiz va 30 minutli time frame ga o'tamiz. 30 minutli time frame o'tganingizdan keyin mana yerda nastroykasi bor. Nastroykaga o'tasiz. Mana shu nastroyka, ya'ni umumiy nastroykasini ochib olasiz. Bitta shkala liniy degan bo'limga turibdi. Qaytish bo'limini bitta bosasizda eng pastdagi bo'limiga o'tasiz. Mana shu yerda granitsi sessiya degan bo'limi bor. Mana shuni yoqib qo'ysangiz, bu bir kun davomida, ya'ni qachon savdo boshlangan va qachon savdo tugagan degan narsani sizga bildiradi. Va ko'rib turgan mana shu chiziqlaringiz sizga mana shu bir kunlik savdoni bildiradi. Endi bizga bu yoqdan instrument kerak bo'ladi, ya'ni instrument bo'limiga kirasiz. Instrument bo'limiga kirganingizdan keyin instrument bo'limida aynan mana shu bo'limida, ya'ni длинный pozitsiya, kороткий pozitsiya bo'limida eng pastda ko'rsangiz fiksированный profil объем degan instrumenti bor. Aynan shu instrumentni olasiz va ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu yerda ikkala chiziqni ustida, ya'ni shu ikkala chiziq o'rtasida qo'ysangiz, bir kun mobaynida bo'lgan katta hajmda sotib olishlar va sotishlarni nuqtasini ko'rsatadi. Men sizga misol tariqasida ko'rsataman. Misol mana kun ochilgan, ya'ni savdo ochilgan vaqtini bosamiz va savdo yakunlangan chiziqgacha qo'yamiz. Mana shu bo'limda sizga eng katta объемni ko'rsatadi. Va ko'rib turganingizdek, aynan объемni ustidan bitta impuls bergan. Misol uchun, hozirgi real grafikda ko'radigan bo'lsak, yana real grafikda tortamiz. Real grafikdan hozirgi bozor narxiga tortsak ham aynan mana oq chiziq ko'ryapsiz. Shu oq chiziq katta sotib olish va sotish bo'lgan nuqtalarni ko'rsatadi. Ya'ni bu qanaqa ishlashini, agar shu nuqtani ushlab qola olsa, bu yerda katta sotib olish bo'lgan bo'ladi. Agar bu nuqtani ushlab qola olmasa, bu yerda katta sotish bo'lgan bo'ladi. Ya'ni mana shu nuqtani siz kuzatishingiz kerak. Mana shu oq chiziqni kuzatib tursangiz, agarda shu oq chiziqdan sizga volume bersa, ya'ni yaxshi sotib olish bersa, tepaga impuls bersa, bilingki, bittadan yaxshigina tepaga yurish bo'ladi. Mana sizga ikkala isbotlari bilan va hozirgi real grafikdagi isbotlari bilan ko'rsatib berdim. Savdo strategiyalarini o'rganish uchun va professional tahlil qilish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.